Assalomu do'stlar, bugun 9-noyabr. Mana pinkili bir rozigilov olmamiz. Mana 3 ga 1 sxemada ekilgan polikarli. Mana ko'rsatib yuradi. Mana noyabrda oxirigacha shoxida turaveradi. Hosildorligi zo'r. Qor quruq tushgan sari, salqin tushgan sari maza kiradi bu olmaga. Buni ko'chatlardan bor ko'paytirib qo'ygan. Mana yuziga ko'rsatinglar. Hosili juda chiroyli. Eng oxirgi pishadigan olma. Juda chiroyli. Uzilmaydi, anchamchagi to'kilmaydi. Hosildorlik o'ta yuqori. Mana har birida mana 30 kilodan 70 kilogacha meva bor. 6-7 yosharlik olma daraxtimiz.